Analar bayrami degandek bayramlarni tabriklashning hukmi. Savol. Assalomu alaykum ustoz. Qandaq ahvollari salomat turdurmi? Alloh har vaqt salomat qilsin. Savolim, analar bayrami, atalar bayrami degandek bayramlarni tabriklash va hadiya berish joizmi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Tinchlik alhamdulillah. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlarga, ashablarga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Biror kunni bayram yoki atayin qutlaydigan kun deb bekitishda oldi bilan uning shar'iy asosi bo'lishi lozim. Shar'iy asosi bo'lmagan mahalliy udum, an'ana va rayonlik islomiy urf-odatda o'rni yo'q narsalar islom nazarida jahiliyat odatlariga o'xshash rad qilinishga tegishlidir. Kunimizda ko'rilayotgan hadisa yatdin yoki g'ayri islomiy madaniyatlarning yumshoq embargosi, dag'dug'isi va tashviqoti qatorliq turli usullar bilan bozorga silinib, moda qilishga urinilayotgan, gohida hokimiyat sistemasining kuchi orqali xalqqa tengish orqali umumlashtirishga kuchab kelinayotgan bir qism odat va usullarga asalli al bo'lib ketish o'zi va madaniyatiga bo'lgan tunishining yetarsiz yoki noto'g'riligi, aqida qilayotgan diniga bo'lgan jaholatidan kelib chiqayotgan hodisalardandir. Yatning nemisi ko'zga issiq ko'rinsa, ilg'ab o'ltirmay, oq-qorasini farq etmay, qarg'ularcha o'zlashtirib olib, kaynidan uninga ancha-muncha islomiy puroq aralashtirib olibla, atay shariatdan asos izlashga zo'riqish kunimizda dindan yatlashgan musulmonlarning ifodasi bo'lib qoldi. Shunga birov bugun palani kuni yoki pokona bayrami deb bo'lguncha qarg'ularcha do'rab agishib ketmay, biz musulmonlarning faqat ikkila hayit kunimiz bor deyalishimiz lozim. Har qanday hodisaning maydoniga kelish sababi manbasi bo'ladi. Bayram va xotir kunlarning o'xshashli manbasi va arq ko'rinishi bordir. Atalmish analar bayrami yoki analar kuni deyilayotgan bayram dal yuqorqi turdagi hodisalardandir. Kunimizda xalqaralashtirilgan bu bayramning yiltizini qadimiy Yunon afsonalaridagi nurg'un er va ayol tangrilarning onasi bo'lmish Riani xotirlash uchun uyushtiriladigan atiyazliq tantanalarga bog'lash mumkin. Qadimiy Rimliklarmo Hazreti Isodan 250 yil burun iloha Kibala nomiga atiyaz tantanasi uyushtiratdi. Kunimizdagi analar bayrami bo'lsa, Amerikalik Anna Jarvis 1905-yili vafot bo'lgan marhum onasini xotirlash uchun 1907-yili G'arbiy Virjiniya shtati Grafton shahridagi bir cherkovda uyushtirgan xotirlash faoliyati bilan boshlangan va onasi bir umr arzu qilgan jafokash onlarga armon qiling'usi bir kunning qonuniy jihatdan ma'qullanish talabi 1914-yili 8-mayda Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisining ma'qullashi va har yili 5-oyning 2-yakshanbasini Onalar kuni qilib rasmiy bayram qabul qilishi bilan umumlashishga boshlagan. Kunimizda dunyoning har qaysi joylarida 40 dan ortiq el va rayonda o'xshamagan kunlarda va har xil shaklda Onalar kuni tabriklanib kelmoqda. Hatto ba'zi davlatlarda rasmiy ta'til sifatida dag'dug'liq olib beriladi. Shunga buni mayli Onalar kuni degandek ism bilan atab olsa-mu, mohiyati baribir bayram doirasiga kiradi. Qistirma. Xalqarada ko'pincha kun shaklida ifodalanadigan bunday alohida kunlar Uyg'ur tilida bayram deb ataladigan bo'lib qolishining sababi balkim Xitoychadagi Jning tarjimasi bo'lsa kerak. Hayron qolarligi bu bayram garchi 1907-yili Amerikada o'ttirg'a chiqqan. 1948-yillarga kelganda dunyoning har qaysi joylarida va ko'plagan davlatlarda yo'lga qo'yilgan bo'lsa-mu, egillanishicha mazkur bayramga asos solgan Anna Jarvisning o'zi hayotining oxirgi yillarida bu bayramning darnak va farovonlik jamiyatlari tomonidan asl maqsaddan burmilinib, keng ko'lamli iqtisodiy tapovatga vosita qilinganligidan norozi bo'lgan. Faoliyat va tabriklash ishlarining tovar tijorati va ortiqcha isrofchilikqa aylanib ketganligidan afsuslangan hamda 1943-yildan e'tiboran butun mol-mulkini Onalar bayramiga qarshi turishga sarf qilgan. Shundaqla cherkovning ma'qullashini qo'lga keltirib, umumlashtirishga muvaffaq bo'lgan Anna Jarvis natijada mazkur sun'iy bayramni kutganidek o'tkazilmagandan sirt ishning bu darajada kontroldan chiqib ketganligidan va o'zi ijod qilgan bayramga o'zi ega chiqolmas bo'lib qolganligidan o'kingan. Onalar bayramining g'arb dunyosiga yamirishning siyosiy va ijtimoiy araq ko'rinishi bo'lsa, 3 asrlik dindan yiroqlashish va ma'naviy bulg'onishlar natijasida oila muqaddasligining jamiyat engidan ko'tarilib ketishi, urug' tuqqanchilik munosabatlarining o'zakchiligi, ana bola orasidagi mehr-muhabbatning ko'tarilib ketishi qatorliq jamiyat hayotiga ko'rsatgan salbiy ta'sirlarga munosabatli bo'lib, mazkur bayram bilanmi xuddi boshqa atalmish bayramlarga o'xshash turli ismlar bilan tirildirish orqali
o'z jamiyatining salbiylashgan taraflarini azaytirish ko'zlangan. Yana bir tarafdan birli qutubliq dunyo yaratish ideyasidagilarning dunyoga import qilib tengayotgan g'arb madaniyatini keng umumlashtirish ideyasining turtkisida bu turdagi sun'iy bayramlar o'zlarida qandoq bo'lsa g'arb madaniyatiga al bo'lishga nomzod sanalgan barcha kultur va madaniyatlarga o'xshash umumlashtirish tadrijiy kengayib bugungi bosqichga kelgan. Uchinchi tarafdan o'ziga va madaniyatiga ishonchisi yo'q, g'arbparastlashib ketgan manqurt ziyoli va adiblarning buni tashviq qilishi bilan barbara o'zligi ojizlashgan. Madaniyati va dinidan yatlashishga qarab mengayotgan tuvan sapaliq musulmonlar to'pida keng avjishga qarab yuzlangan. Vatanimizda bo'lsa, Xitoy mustamlakachilarining bu bayramni qabul qilishi va bayram qilib umumlashtirishi natijasida tarqalib kelgan. Keyincha yo'qotilish nishoni qilingan islomiy milliy bayramlar o'rniga dastilgan bir talay sun'iy bayramlarning biri qatorida navbatda keng umumlashayotganligi ma'lumdir. Halbuki dinimizda bizni burmulashlarga ergashmaslikka, jamiyat еңі qaysi tarafda bo'lgansa, uni shu nuqtadan tutib aqartishga, sog'lom ilm ma'rifat bilan oziqlantirib, tarix qilinayotgan sunnat va yaxshi an'analarni ihyo qilishga buyurilgandirki, qandaqli bir ijtimoiy yoki siyosiy qimmatlar tarix qilinsa, boshqalarni do'rab, uni darhol bayram yasab, tantana qilishga, ismi chiroyli bo'lsa-la ergashib buyurgan emas. Aksicha bundaq qilish qadamma-qadam halokatga qarab ilgirlash jumlasidan bo'lib, payg'ambarimiz bu xil qarg'ularcha ergashishdan, paydin-pay musulmonlikdan yatlashishdan ogohlantirib, sizlar cho'qim o'zinglardan burunqi Yahudi va xristianlarning yo'llariga g'arich gaz ergashmay qolmaysizlar. Hattoki ular kelarning o'siga kirgan bo'lsa, sizlarmi cho'qim ularga ergashib kirmay qolmaysizlar degan. Undaqda islom nazarida hayit va bayram tushunchasi qandaq? Islom analar va ayollar haqida nima deydi? Shubhasizki, islomda belgilangan bayram faqat 2 hayit bo'lib, jahiliyat bayramlarining o'rniga Alloh taolo bu 2 hayitni almashtirib bergan. Shunga islom dinimizda shu jumladan Sharqiy Turkiston musulmonlarining an'anasida bo'lmagan, yatlardan singib kirayotgan bu xil bayramlar shirik e'tiqodga chetilmagan taqdirdami 2 hayit va jumadan boshqa bayramlarni qutlash va tabriklash doirasiga kiradigan bo'lg'achqa o'xshashlar cheklanadi. Uning ustiga ota-onalarga har doim yaxshilik qilishni, bo'ysunishni, hurmatlashni va ularga of yoki chaqliq so'zni qilmaslikni jekilab amr qilgan Alloh taolaning va Allohning rasuli sallallohu alayhi va sallamning ko'rsatmalariga amr qilganimizda bundoq tabriklashlarning naqadar puchakligi ma'lum bo'ladi-da, uningga ehtiyoj qolmaydi. Alloh taolo biz insonga ota-onasiga yaxshilik qilishni jekiladiq degan va buni boshqa oyatlarda takror topilgan. Bir kishi kelib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan mening yaxshi muomalamga kim eng haqliq deb so'ragan edi. Allohning rasuli uningga onang deb javob berdi. U kishi undan keyinchi deb so'radi, yana onang deb javob berdi. U kishi undan keyinchi deb so'radi, yana onang deb javob berdi. Undan keyinchi deb so'radi, Allohning rasuli otang deb javob berdi. Qur'on Karimda ko'p oyatlarda ota-onasiga yaxshilik qilish, Alloh taolaga sherik keltirmaslikdan qolsalar ikkinchi muhim jekilash bo'lgan. Allohning rasulimi cho'ng gunohlarning eng cho'nglarini Allohga sherik keltirish, ota-onani qaqshatish deb ko'rsatgan. Allohning rasuli yana ota-onasini qaqshatquchini jannatga kirmaydiganlar qatoridan sanagan. Bo'libmi islom dini yashinib qolgan ota-onalarga izgi muomalada bo'lish haqida texmi bak ta'kidlab topilaydi. Chunki ular yashanganlarda tanlari ojizlab, boshqalarning yordamiga va xabar elishiga bakrak muhtoj bo'ladi. Bu vaqtda Qur'on Karim bunday ko'rsatma bergan. Parvardigoring faqat uning o'ziga ibodat qilishinglarni va ota-onalarga yaxshilik qilishinglarni jekiladi. Ularning biri ya ikkilisi sening xabar elishingda bo'lib yashinib qolsa, ularga of demagin. Ya'ni malollikni bildiradigan shunchalik so'zni qilmagan. Ularni do'shkanlamagan. Ularga hurmat bilan yumshoq so'z qilgan. Ularga kamoliy mehribonlikdan nihoyat kamtar muomalada bo'lgan. Va ey Parvardigorim, ular meni kichikligimda tarbiyalagandek ularga marhamat qilgan degan. Isro surasi 23-24 oyat. Islom dinining Alloh yo'lida jihad qilishga bergan martabasi nihoyat yuqori bo'lib, kechada tunab, kunduzida ro'za tutishmi uningga tang bo'la olmaydi. Islom dini ota-onaning roziligini olishga qattiq ahamiyat berganligi uchun ota-onaning ruxsatini olmasdan o'g'lining jihadga qatnashishini harom qilgandir. Hazrat Amr ibn al-As radhiyallohu anhuning o'g'li Abdullah radhiyallohu anhuning aytishicha, bir kishi kelib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan jihadga qatnashishni talab qildi. Rasululloh uningdan
ata-anang hayotmi deb so'raganida u kishi ha deb javob berdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga undaq bo'lsa u ikkisining xizmatini qilib jihad qilgan dedi. Ya'ni ularni beqish va ulardan xabar olishni jihad maydoniga qilgan demakchi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ata-onlarni qaqshitish u yoqda tursin, balaning ata-onasining tillanishiga sabab bo'lishini harom deb qolmay, balki uni cho'ng gunohlar qatorida sanagan. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam kishining ata-onasiga la'nat qilishi cho'ng gunohlarning eng cho'nglaridan hisoblanadi degan. Buni anglaganlar aql hoshi joyida bir mu'minning o'zining dunyoga kelishiga sabab bo'lgan ata-onasiga la'nat qilishi ayron qadarli g'alati bir ish tuyulib, kishi ata-onasiga qandoq la'nat qiladi deb so'rashganda Rasululloh boshqa bir odamning otasini tillasa, o'mi uning otasini tillaydi. Onasini tillasa, o'mi onasini tillaydi deb javob bergan. Ahvol bundoq bo'lsa, ata-onasini yuzma-yuz tillaydiganlarning oqibati qandoq bo'lmoqchi? Demak, ata-onaga yaxshilik qilish bu fazilatdan mahrum qolganlar odat qilib olgandek yil bo'yi tashlab qo'yib, yilda biror kun ularni yo'qlab hadiya berish bilan cheklanib qolmaydi. Balki u dinimizda tavhiddan qolsala alohida o'rin olgan, har kun va har lahzada o'rindilishi kerak bo'lgan farz amaldir. Ularni ikki hayitdami tunji bo'lib alohida yo'qlab ahvol so'rash esil an'anamizda bor. Inoqki, ana qo'rsoq ko'tarish, emitish va beqib tarbiyalashda cheksiz jafo mushaqqat tortish jihatdan otaning oldida turdi. Bu go'zal farzni mushundaq puchak bir odatga almashtirilishning o'zi qimmatli guharni arzimas toshga almashtirganlik. Allohning va Allohning rasulining topshiriqlaridan g'aflat qilganlikdir. Shunga ata-onani izzatlashni onalar bayrami, otalar bayrami deganda kunlarga qapsib olmay, mehribon ata-onalarga yil bo'yi yaxshilik qilishni, ularni hurmatlashni, ularga ko'nglimizdagi oliy hurmat tuyg'usini ifodalashni eng ulug' ibodatlar qatoridan sanashimiz, dinimizdagi ikki hayitga boshqa nurg'un bayramlarni va bu mohiyatdagi atalmish kunlarni qitib olmasligimiz dinimiz amr qilgan fazilat va qimmatlarga loyiqida va bajandil amal qilishga tirishadigan haqiqiy o'rnak mu'min va mu'minalardan bo'lishimiz lozim. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.